Bir akamiz aytadilar, musulmonlar idorasida ishlaydilar. Men bozorga borib bir meva u bu narsa olib kelsam, endi onam juda keksayib qolgan, 80 dan oshib qolganlar. Ko'tarib kelgan narsamni bilmaydilar. İçidan olmani eng zo'ridan bittasini olaman. Anor bo'lsa anordan bittasini olaman. Shuna qilib alohida ajra onajon, men sizga alohida olib keldim deb turib, bolam, menga bitta olib keldingmi? Ha, onajon, sizga olib keldim-da. Bittadan oshig'i ertaga urinib qoladi. Ertaga yana bitta olib kelaman. O'zi 2 kilo olib kelganman. Sizga olib keldim onajon. Bir boshni yaxshisini olaman deb oldilariga olib kelib, axir menga shu bor bozordan bitta olib keldingmi? Ha, bordim, bitta oldim onajon. Ertaga borsam yana bitta olib kelaman. Bola shunga ishonadi onam, boladay bo'lib qolganlar. Endi xursand bo'lganlarni ko'ring. O'sha bitta olmani keyin bo'ladilar. Meni bolalarimga, ayolimga bir bo'lagini ham yemaydi onam. Lekin bu yerda ko'ngil, onamni xursand qilganimga o'zim ham xursand bo'laman. Mana shunaqa yigitlar bor, alhamdulillah.